faqat uголок xarid qildim deb o'ylaysizmi? Adashasiz, qo'shimchasiga bepulga sandiq ham xarid qilgan bo'lasiz. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Ko'rib turganingizday bu uголокlarimiz juda ham chiroyli dizaynda tayyorlangan. Hozir ko'rsatganimdek taglari sandiqli, ya'ni siz nafaqat uголок xarid qilasiz, balki qo'shimchasiga sandiq ham xarid qilgan bo'lasiz. Bekorga aytmadim. Hozir ko'rsatamiz. Olib keling kamerani. Mana ko'rib turganingizda ichlari laminatlangan, xohlagan buyumlaringni bemalol solib qo'ysalaring bo'ladi. Kengligini ko'rdinglar. Hozir men o'zim tushib ko'rsatdim. Nafaqat bu uголокlarimiz, balki pufiklarimiz ham hatto ochiladi. Mana ko'rib turganingizda bu yerga ham o'zlaringga kerakli mahsulotlarni solib qo'ysalaring bo'ladi. Juda ham mustahkam, ko'rib turganingizda materiallarimiz turetskiy hisoblanadi. Nafaqat bu rangda yostiqlarimiz, balki bu rangdan zerikib qolsalar, kir bo'lib qoladigan bo'lsa, yostiqlarimizni bu tarafiga o'girib ham bemalol foydalansalaring bo'ladi. Bu tarafiga keladigan bo'lsak, spalli bo'ladi, ya'ni divanimiz yoyiladi. Mana hozir ortib ko'rsataman. Ko'rib turganingizda mana bu yerimiz ochiladi, spalni bo'ladi. Batga ham bemalol bitta odam yotib dam olishi mumkin. Parallellarimiz 32 talik hisoblanadi. Ushbu mebelimizning taxtalari sasna daraxtidan tayyorlangan. Sasna daraxti bilasizlar, juda ham chidamli daraxt hisoblanadi. Mebelimiz juda ham yengil hisoblanadi, lekin yengil bo'lishiga qaramasdan juda ham chidamli. Ko'rib turganingizda juda ham chiroyli dizaynda tayyorlangan. Bu mebelimizga zakaz berish uchun hozirroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Farg'ona shahri bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bepul. Qolgan viloyatlarga bo'lsa kelishilgan holatda chiqazib beramiz.